Ber var, bir tonnami? Bormisan? Qo'lga tushmayman deb o'yladingmi? Qarzingni qachon berasan qarzingni? Hozir qo'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'rashib ko'ring. Qanaqa qarzim bor sendan? 1 yil oldin 500 ming olgansan, bir haftada beraman. Ber. O'rtoq, to'g'risini aytaman, hozir ancha ishlarim orqaga ketdi. Yo'q, mashinaga qara, uyimdan katta. 17 lash olyapsan. Ha, 500 ming so'mni ber, jon o'rtoq. Bugun yopaman shu 500 ni. Qaytib men bilan ko'rishmaysan. Pul bormi yoningda? 1 million. Berib tur o'sha 1 millionni. Yo'q. Berib tur. 400 tushyapti. 100. 500 ming. U qarz yopildi. Bo'ldi. Mana 500 ni dushanba kuni olasan, bo'ldi. Sen bilan tekis ber. Hozir qanday hozir? Nima qanday? Cho'ntingda qancha bor edi? 1 millionmidi? 500 i bor o'zi. 500 ni olyapman. Dushanba kuni beraman. Ha, buni tushundim. Nari 500 chi. Ha, uni yopdim-u, bo'ldi, rixt yopildi dedi. 500 berdim-u. Men qara hozir buni telefon olgan olib chiqdim. Tachi 500 berib tur, menga zarar. Sen telefon olmoqchimisan? Ha, yangi telefon. Yoningda pul chiqar. 500 mi? Men senga olti joyga olib boraman. Pashti tekinga olasan. Galaxy S25 Ultra telefon. Oyiga 1 million 411 ming so'mdan to'laysan, 12 oyda telefonni shuni uzib yuborasan. Bu ishonchli Polli O'zbekistonning hamma tarmoqlarida shunday narxda sotilyapti. iPhone 16 Pro oyiga 1 million 590 ming 400 so'mdan. Samsung Galaxy A17 12 oyga boshlang'ich to'lovsiz oyiga 223 ming 900 so'mdan. O'sha mashhur o'tda yonmas, suvda cho'kmas, ekraniga buldozer bilan ursang ham hech narsa bo'lmaydigan Honor X9D 440 ming 300 so'mdan oyiga tushyapti. Honor 400 Lite oyiga 344 mingdan. 12 oyga. Redmi Note 14 Pro bor-ku. 350 ming 700 so'mdan oyiga to'lab, 12 oyda boshlang'ich to'lovsiz bo'lib olsang bo'ladi. Qani, ko'ngling qachon muhabbat qumsaganda ishonch chekayverasan. Bugun kayfiyatim yaxshi. Sal boshida buzding, lekin joyiga tushib ketdi. Ayni. Qancha qarz qoladi? Keyin hafta 500 ming beraman, deydi. 500 mingmi? Mana 500. Tekkiz biza. Men qaytib bezitaqani o'rta. Davay. Gaplashamiz. Telefonlar quloq bo'lsin. Kelaverasan ishonchga. Davay. Nima bo'ldi hozir? Reyx bizmi shunda? Azizim, leave me